ko'kdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Bag'rida ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Şirinden şeker bolajonlarim. Mana kecha maktabga ilk qora kelgan paytingizda juda kichkina edingizlar. Men sizlarni mana shu o'quvchilarim ana prezident maktabida tayyorlanib turibdilar. Ana shularga men omad tilayman. Matematikadan, ingliz tilidan tayyorlanib turgan o'quvchilarim bor. Keyin sportda musobaqalar bo'yicha kurash, voleybol, basketbol da qatnashgan o'quvchilarimizga ayrimlari faxriyorliklar bilan, medallar bilan taqdirlanib keldi. Men bu o'quvchilarimga kelgusida
yetuk bir chempion bo'lib, yaxshi bir inson, oliy ma'lumotli bir yetuk inson bo'lib yetishini tilayman. Shu o'quvchilarimga bir she'r yozib kelgan edim. Shu she'rni bu o'quvchilarimga aytib bermoqchiman. Bugun so'zlamoqqa ijodatim bor. Vujudni chulg'aydi kichik iftixor. Bobolarning ruhi bo'lsin madadkor. Yonib yurakdandir aytar so'zlarim. Sizga oq yo'l bo'lsin o'quvchilarim. Kimdir olim bo'lar, kimdir shifokor, kim vatan ko'riydi, kimdir ziyakor. O'zbegim qo'lida zavduzlarim, yonib yurakdandir aytar so'zlarim. Sizga oq yo'l bo'lsin o'quvchilarim. Bo'yingiz tenglashar bo'yimizga, yaraysiz orzuyu o'ylarimizga. Bir karvon chiqmoqda yo'llarimizga. Sizga oq yo'l bo'lsin o'quvchilarim. Sizga oq yo'l bo'lsin bitiruvchilarim. Sizlarga omad tilayman. A'lo baholarga o'qib, o'qishlarni davom ettiringlar. Hammangizga sog'lik va omad. Sog' bo'linglar. Hemimiz aytasizlar, menda bor. İlk bora partiyaga so'g'in o'tkazib, jajji qo'llarimga qalam tutkazib, menga harfni tanirkan qalbi jahonni, unutmayman aslo sizdek insonni. Yodimda maktabga kelgan kunlarim, hayajon yoshlari oqqan yurtda. Bilimlar ishkim, otroqlik uchun hali qo'limda yo'q edi mador. Shirinlar, tabassumlar, mehrlar tiysiz. Bir inson yoniga chiqqan ishimiz. Bugun chin yurakdan aytaman biz, o'sha sirringiz tanidim sevdim. To'rt yilki ilmga, mehrga payman. Yo onatda bola bir sizga farzand. Tanbehlar eshitdik yo nasihat. Barining tagida bordir muhabbat. Xayrlashmoq og'ir naqadar. Ag'ir sizni suydik jon qadar. Yuzingizni yorug' qilib inshaalloh. Ajablanmang sizga o'xshasak agar. Ta'zim qilgaymiz, ta'zim tashakkur. Sizni bizga bergan Allohga shukr. Sizdan boshlanadi asli tashakkur. Munis muallima, sizga tashakkur. Ustoz, shu birgina sezsamdirmi? Olam, ma'no va hurmat mujassim. O'qituvchi softir, kamtir ma'naviy, boy, axloq, pokdir, insondir. Ularning poyiga guldastalari o'sdik. Doim hurmatni ado etib, ardoqlasak arziydi. Chunki ustozlarni butun kichkinalar aql irodasini, bilim va zehmatga shikal ko'riya sehrlarini shogirdlariga baxshida etgan zehmatkash insonlardir. Ular bizga oqqara, yaxshi yomonni qo'llarimizga ilk bor qalam tutkazib, ota-ona, vatanbaxt kabi so'zlarni yozishga o'rgatgan buyuk zotdir. Rahmat. O'qimoq uchun, bitta harfni yozmoq uchun, ism sharifni o'qish uchun, o'rganish uchun Ustoz kerak, ustozlar kerak. ulug' ishlar qilmoq uchun, bu dunyoni bilmoq uchun, vatan ishlari qilmoq uchun Ustoz kerak, ustozlar kerak. buyuk tillamas o'zidan o'zi mavzum bo'lar donishlar sizi ketmoq uchun dunyodan o'zib Ustoz kerak, ustozlar kerak. Ustozlarimizga ming rahmat. Bizga bilim bejas,
Gözümüzde baktığımızda koyuşlar. Ustaz Ming rahmat. Yo'q, xafa bo'lsak, Hammangiz bilasiz. yo'q, xafa bo'lsak, mehr berasiz. Eng qiyin paytlarimda qadrdonim sizning birinchi ustozim. Kirib keldik maktabga, mehr bilan yoqutgan opamiz o'rgatdilar odobga. Endi men ham bilaman, buning uchun sizga men ustoz rahmat aytaman. Ko'shish, bo'lish, ayirish kerakligini ham bilaman. Oq qarani tanishga ham harakat qilaman. Buning uchun sizga men ustoz ta'zim qilaman. Men Tahira Oyoqchoq Usmonovnaman. Shovot tumanining 43-san maktabining 4-sinf o'quvchilarining sinf rahbariman. Men bu o'quvchilarimni 2021-yilda qabul qilganman. Yana bu yil boshlang'ich ta'limni bitkazib, mana bitiruv kechamizni bugun o'tirmoqchimiz. Men o'quvchilarimga o'qishlarimda omad tilayman. Prezident maktablariga kirib o'qib, ularga kuch-quvvat, sog'lik tilayman. O'qishlarini a'lo baholarga bitirib, o'qisalar bizani maktabimizni obro'miz, bizani O'zbekiston ramlaqiga hissa qo'shgani deb bilamiz. Mana 1989-yildan beri shu maktab 43-son maktabida 37 yildan beri boshlang'ich sinfni o'qitib keltirman. Meni o'quvchilarim oliygohlarda yuridiskiy, pedagogika, shunga o'xshash shifokor kasblarni egallab, yaxshi kasblarni egallab o'qib ishlab kelmoqdalar. Men bundan faxrlanaman. Hozirgi o'quvchilarimga ham o'qishlarimda omad tilayman. Bu mening 4-sinf o'quvchilarim, bu mening qanotlarim. Oyjon boray, oyjon boray. Yo'q, bormaysan. Jon, bo'la qoling, bitiruv kechamizga kechga qolmang, tezroq bo'ling. Hozir qizim, hali vaqt bor-ku, ulguramiz. Sen aytadigan she'rlaringni, gapiradigan so'zlaringni takrorlab tur. Oyjon, men ham bayramga boray, ruxsat bering, bora qolay. Yo'q, bormasin oyjon. Borsa to'polon qiladi, men uyalaman. To'polon qilmayman. Munisa, ukang Arturni nima qilamiz? Bayramga olib ketamizmi? To'polon qilsa-chi? Mayli, uyaltirmasang bo'ldi. Bor chiroyli kiyimlaringni kiyib chiq. Shu umumiy o'rta ta'lim maktabida nishonlanayotgan Xayr birinchi ustozim deb nomlangan kechamizga tashrif buyurgan aziz ota-onalar va aziz o'quvchilar. Assalomu alaykum. Bugungi kechamizning munis va mehribon, qalbida ilm gavharini tuzgan qadri baland aziz ustozlar, kechamizga xush kelibsizlar. Ustozjon, qarang, bir pasda 4 yil ham o'tib ketibdi. Kechagina o'qishni, yozishni o'rganish uchun maktab ostonasiga qadam qo'ygan jajji bolajonlarimiz bugun ilk bora qo'liga qalam tutqazib, vatan, ona, ota so'zlarini yozdirgan ustozlari bilan xayrlashish arafasida turishibdi. Shunday ekan, azizlar, 4-sinf bolajonlarini ustozlari Tahir va Yoqutjon ustoz bilan birgalikda davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Qanday yaraqlagan yo'llar ravon bizniki, oy quyosh charaqlagan nurli osmon bizniki, safi shavqat bul hayot dilimizda qo'yma, yo'q o'qib o'rgan, qil ijod, cheksiz imkon bizniki. Marhamat. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать.
бежать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Находить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Bugungi tadbirimizni ochib berishsin so'z navbati maktabimiz direktori Inoyat Otaboyevga beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, ustozlar, aziz o'quvchilar. Yana bugun tadbir boshlanayotir. O'quvchilarimiz jim o'tirgani bilan hech qaysi gaplamay tadbirga xalaqit bermay o'tirgani bilan yana tadbirimiz chiroyli o'ttiribdi. Oxirnadan shunday o'tirishlaringizga men ishonaman sizlarni. Har bir o'quvchi o'zi e'tiborli bo'lib o'tirsa, demak tadbirimiz chiroyli bo'ladi. Yana bugun 4-sinf o'quvchilarini 4-sinfni bitkazib, boshlang'ich sinfni bitkazib, yuqori sinfga tayyorlanish, ko'chib o'tish marosimi, tadbiri bo'layotgan ekan. Xayr, birinchi ustozim deb nomlangan. Men shu tadbirni ochiq deb e'lon qilaman. Bu o'quvchilarimizga kelgusida o'qishlarida a'lo baholar tilak qilaman. Yaxshi yerlarga borib o'qishlarini men tilak qilaman. Ustoz, siz ham tabriklaymiz. Yana bir sinfni bitirganingiz bilan rahmat, sog' bo'ling. Rahmat ustoz. Oftob chiqsa nur sochib, qushlar ham erkin uchib, yuzimizni ochib gullar, sayragaylar bulbullar. Bugun bayram, bugun to'y raqs. Bugun bayram, bugun to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugun bayram, bugun to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Mehmondur mahalla ko'y. Bugun bayram, bugun to'y. Bugun bayram, bugun to'y. Bugun bayram, bugun to'y.
yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugun bayram, bugun to'y. Yaxshi niyat, yaxshi o'y. Mehmondur mahalla ko'y. Bugun bayram, bugun to'y. Bugun bayram, bugun to'y. Esimdan hech chiqmaydi maktab chog'i. Boshlang'ich juda dono bo'lganmiz. Ustozingiz onamizdek mehr berib, bir mayizni 40 ga bo'lib yeganmiz. She'rlar maktab haqida gapiramiz. Shunday go'zal zamonda, jannat makon diyorda, Shovot degan tumanda bordir shunday zo'r maktab. Undan ta'lim oladi 4-A sinf o'quvchilari. Kitobimiz Yoqutjon opa biz uchun bo'lib qolgan ona. Fanlarning ilmida bahramand bo'lish uchun, izlanish, o'qish uchun bir qadam. Bo'lib o'qidik bu yil, ta'lim oldik naq 4 yil. Millatimiz o'zbek tili sog'lom tashlab odobda, qo'limiz ko'ksimizda. Assalomu alaykum. Ustozimiz, ota-onamiz bugun bayram kunida sizga ta'zim qilamiz. Assalom al-pok insonlar sizga, assalom mehribon ustozlar sizga. Tarbiya maskani biz tomon desak, shu bog'dan o'stirgan bog'imin. Shogirdlar niholi bog'bon muallim, mehr mo'jizaviy ummon muallim. Madhini kuylasam bo'lmagay ado, ta'rifi tuganmas daston muallim. Sahna ko'rinishi bog'bon. Qadimda bir bog'bon bo'lgan ekan. U doimo daraxt ko'chatlarni ekib, yangi bog' va bo'stonlarni yaratar ekan. Kunlarning birida uning yoniga bir kishi kelib debdi: Assalomu alaykum bobojon, yoshingiz anchaga borib qolibdi. Bu nihollar qachon hosil beradi-yu, mevalaridan qachon bahramand bo'lasiz? Men bu nihollarni o'zim chekkam yo'q. Ularni mevasini barcha yesin deb ekkanman. Yaxshidan bog' qiladi, yomondan dog' qiladi deyshadi. Ustozimiz xuddi bog' o'chamazor, bunyod etuvchi beminnat bog'iga o'xshaydi. Ustozimiz yaratgan bog'idir bizlar, vatan suyanchig'i tog'idir bizlar. Onamdek ulashib bor mehringizni, yil davomida berdingiz ta'lim nurlari edik biz shu ko'zingizni. Sizdan minnatdormiz aziz muallim. Surnay karnay qizlar raqsi.
alkışlarsınlar. Rahmat, katta rahmat. Ustoz ko'zlaridan mehr, yuzlaridan nur yog'ilib turgan, qalbi esa oppoq ezgulikka yo'g'rilgan zotdir. Ustoz bu bilim chashmasi. Dillar uning zilol pokiza qalbidan bahra oladi. Tinglang ustozlar haqida she'rlar. Ustoz, shu birgina so'zsamdirmi? Olam, ma'no va hurmat mujassim. O'qituvchi sofdir, kamtir ma'naviy, boy, axloq, pokdir, insondir. Ularning poyiga guldastalar chizsak, doim hurmatni ado etib, ardoqlasak arziydi. Chunki ustozlarni butun kichkinalar aql irodasini, bilim va zehmatkash qalb, ko'riya sehrlarini shogirdlariga baxshida etgan zehmatkash insonlardir. Ular bizga oq-qora, yaxshi va yomon, qo'llarimizga ilk bor qalam tutkazib, ota-ona, vatan baxt kabi so'zlarni yozishga o'rgatgan buyuk zotdir. Salom deya qo'limni ko'ksimga qo'yib, qilaman ta'zim ustozim suyib, qalbimga bir gapni quvonib tuyib, qadrdonim siz mening birinchi ustozim. Pokiza qalbingiz har doim toza, yaxshi tilaklarimning bari sizga quvonib mehr ila aytaman yana, qadrdonim siz mening birinchi ustozim. 4 yilki ilmga, mehrga payvand, go'yo 17 bola bir sizga farzand. Tanbehlar eshitdik, goh nasihat, barning tagida bordir muhabbat. Xayrlashmoq og'ir naqadar, axir sizni suydik jon qadar. Yuzingizni yorug' qilib inshaalloh, ajablanmang sizga o'xshasak agar. Ta'zim qilgaymiz, ta'zim tashakkur, sizni bizga bergan Allohga shukr. Sizdan boshlanadi asli tashakkur, munis muallimlar sizga tashakkur. Yodimda maktabga kelgan kunlarim, hayajon yoshlari oqqandi qator. Bilimlar eshitgan o'tmoqlik uchun hali qo'limda yo'q edi mador. Shirinlar, tabassumlar, mehrlar cheksiz. Bir inson yo'limga chiqqan peshvoz. Bugun chin yurakdan etapman his. O'sha siz edingiz, tanidim, suydim. O'qimoq uchun bitta harfni, yozmoq uchun ismu sharifni, o'qish uchun, o'rganish uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Ulug' ishlar qilmoqlik uchun, bu dunyoni bilmoqlik uchun, vatan ishlarini qilmoqlik uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Yurt gullamas o'zidan o'zi, lozim bo'lar donishlar so'zi. Ketmoq uchun dunyodan o'zib, ustoz kerak, ustozlar kerak. Quyosh kabi nur sochar, ilm eshik ochilar, ey saboq o'rgatgan ustozimizga ming rahmat. Bizga bilim bergansiz, odobli bo'ladek qoldingiz, yaxshi intilgan ustozimizga ming rahmat. Amma bo'lsang bosh bo'l, uzoq bo'lsang yosh bo'l, ko'zimizda baxtimizga quyosh ustozimizga ming rahmat. Qo'limizda guldasta kirib keldik maktabga, mehr bilan yoqutjon opamiz o'rgatdilar odobga. Bitiruv kechamizda do'stlar o'ynab kuylaymiz, o'quvchining ilk kunini birdan eslab qo'yamiz. Fanlarning ilmida bahramand bo'lish uchun o'qish zarur. Gohi xafa bo'lsak taskin berasiz, gohi yig'lab qolsak mehr berasiz. Eng qiyin paytlarimda dalda bo'lasiz. Qadrdonim siz mening birinchi ustozim. Bag'ringizga intilib boldik
bolangiz misol, bilim, hurmat bag'rida to'liqsiz ummon misol. Ustoz otangdan ulug' deydilar. Hayotda yaxshi ustozdan ta'lim olishning o'zi bir baxt. Ko'ngling zilol suvdek oqib ketadi. Tanangga havolar yoqib ketadi. Quyosh ham havaslab oqib ketadi. Yo'lingda muallim ustoz uchrasa, ko'ring, tomosha qiling, raqs ustozimiz bor bo'lsin. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ilk partaga o'tkazdingiz, kitob daftar tutqazdingiz, bizga bilim yetkazdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bor bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Mehr suvini ichirdingiz, daftarimiz tekshirdingiz, xato qilsak kechirdingiz, baxtimizga sog' bo'ling, baxtimizga bor bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, sor bo'ling, suyanguvchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Yo'q. Katta rahmat qizlar. Ustoz har tong tunimizni yorituvchi oy. Tunda ham ilm ko'zi bilan yo'limizni nurafshon etadi. Tongda yulduz bu uning mehr daryosidagi billur shodasidir. Ey aziz muallim, ta'rifingizni ta'riflash bularga kechmaydi oson. Birgina so'z aytsin sizga mos qilib, sizdirsiz dunyoda eng aziz inson. Darsga kiradigan ustozlarga she'rlar tinglang. Birinchi ustozimiz Yoqutjon ustozimizga ilk bora partaga sokin o'tkazib, jajji qo'llarimga qalam tutqazib, menga harfni tanitgan qalbi jahonni, unutmayman aslo sizning insonni. Hamro va Anvar ustozlarimizga topshiriqning ko'pini bizga yukladingiz. 4-chilar eplaydi deb aytardingiz. Ishonchingiz oqlaymiz biz 11gacha, umr tilab siz ustoz 1000 yilgacha.
Bahodir ustozimiz va Og'abek ustozimizga musiqa she'ridan bahra olishni, o'rgatgan to'g'ri ijro qilishni bugun qoshimizdan qilar ta'zim qalbi nur sochgan aziz muallim. Oybibi va Mavluda ustozimizga o'rgatdingiz siz qardoshlar tilini. Mana chiqdi ancha savodim, unutmangiz siz zahmatlaringizni. Bizning tilchi aziz muallim. Tabiatdan saboq bergan muyassar ustozimizga rahmat sizga jonajon ustoz. Tabiatni sevdirdingiz, unga mehr qo'ydingiz. Angladik biz olam sirlarini, tog'lar va adirlar kirlarini. Nodira va Shokir ustozimga, rasm va mehnat o'qituvchimizga, quyosh, osmon, zamin, tuproq ranglarni siz tanitdingiz. Rasm chizsak xatolarin hech og'rinmay o'rgatdingiz. Maktabimiz direktor Otaboyev Inoyat ustozimizga mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz cheksiz daryo, so'zingiz gavhar, Alloh sizga ming tahsin ta'zim, aziz inson muallim. Ustoz bamisoli quyosh. Biz ulardan ziyo olib, hayot mashalasini yoqamiz. Uning ko'maklarining jilosidan umrimizning tabiatini bezaymiz. Ey mo'tabar ulug' zot, fidokor inson, ilm sirin o'rgatar aziz qadrdon, hayot sizga go'zal, sizsiz zimiston. Yashang ustoz, dunyo turguncha turing ustoz. Ko'ring, tomosha qiling, ko'k juguli. Qizlarim, endi navbatni ota-onalarga bersak. Shu yerda aktiv ota-onalarimiz bor ekan. Marhamat, 4-sinf o'quvchilarini ota-onalarini davraga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yana bir marta assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugungi tadbirimizga xush kelibsiz. Bugungi tadbir siz va bolajonlaringizni tadbir albatta. Bugun sizlarni mehringiz qay darajada ekanligini bilib olamiz. Hozir siz uchun ustozimiz alohida bir topshiriq tayyorlagan, ya'ni bu kichkina har kim o'z farzandini tanib, topib olishi kerak mana shu doskamizda. Boshladik. O'quvchilarimizni onajonlariga yurakdan dil izhorlari yozilgan, dil so'zlari yozilgan. Alvon alvon gullaring olib, atrofingga nazarlar solib. O'quvchilar joy-joyimizda turib olamiz. Hamma olib tanlab bo'ldimi? Hamma oldimi? O'ylaymanki, barcha o'z farzandlarini topdi. O'z farzandingizni rasmini topa oldingizmi? Qizingizni dil izhorlarini o'qib bering. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng mehribon onasiz, qanotsiz farishtam, yagonam, onam dunyodagi. Bizni qanday yaxshi ko'rsangiz, Allohim sizga va dadajonimga ikki dunyo saodatini bersin. Oyijon va dadajon, inshaalloh sizlarni hajga yuboraman. Sog' bo'ling. Bir qarsak chalib qo'yamiz o'quvchilar. Jannatim onam katta bo'lsin. Bilaman, hozir hayajondasiz. Jannatim onam katta bo'lsam hajga yuboraman. Jannatim onam. Bu Abrorbekning onasiga dil so'zlari edi. Sog' bo'ling. Onajonim, sizni dunyodagi eng baxtli ota-ona qilaman. Xudo xolasa men chempion bo'lib, jahon chempion bo'lib, otam jannatim, onam sizni yaxshi ko'ruvchi Marjona qizingiz. Qarsak chalamiz.
Bu sizni farzandingizni dil izhorlari edi. Qani onajon, siznikini eshitamiz. Assalomu alaykum onajon. Sizni men otam bilan hojlarga olib boraman. Hayajondasiz, keling men o'qib beraman. Assalomu alaykum onajon, sizni yaxshi ko'raman. Sizni Makka va Madinaga olib boraman. Qanday yaxshi ko'rsangiz bizni Allohim va sizga dadajonimga ikki dunyo saodatini bersin. Sizni yaxshi ko'raman. Oilangiz baxtiga sog' yuring. Onajon, dadajon, bolangiz Shohruxbekni dil izhorlari. Onajon, siznikini eshitamiz. Onajon, eng mehribon onamsiz. Qanotsiz farishtamsiz, yagona onamsiz. Bu dunyoda bizning qanday yaxshi ko'rsangiz, Allohim sizni va dadamni yaxshi ko'rsin. Biz yaxshi ko'ramiz. Sak chalamiz. Onajon, siznikini eshitamiz. Assalomu alaykum onajon. Sizni yaxshi ko'raman onajon. Sizni haj safarlariga yuboraman. Eng mehribon onasiz onajon. Rahmat. Onajon, sizni dunyodagi eng mehribon onasiz. Qanotsiz farishtam, yagona onam. Bu dunyoda bizni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, Allohim sizga va dadajonimizga ikki dunyo saodatini bersin. Sizni yaxshi ko'ruvchi qizingiz. Men albatta katta bo'lsam, dadajonim va sizni hajga yuborish niyatim bor. Allohim meni qo'llab tursin. Sak chalamiz. Onajon, sizni dunyodagi eng mehribon onasiz. Qanotsiz farishtamsiz, yagonam onam. Bu dunyoda qanday yaxshi ko'rsangiz, Allohim sizga va dadamga shunday yaxshi ko'rsin. Sizni yaxshi ko'raman oyijon. Chalamiz. Otam hoji qilaman. Oyijon, siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Farishtam, yagonam onam. Bu dunyoda bizni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, Allohim sizga va dadajonimga ikki dunyo saodatini bersin. Sizni yaxshi ko'ruvchi qizingiz Munisa. Sak chalamiz. Onajonlarimiz hozir juda ham kuchli hayajonda. Onajonim, siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Qanotsiz farishtam, yagonam onam. Bu dunyoda bizni qanday yaxshi ko'rsangiz, Allohim sizga va dadajonimga ikki dunyo saodatini bersin. Yaxshi ko'radigan qizingiz Ziyoda. Ona, sizni juda yaxshi ko'raman. Dunyodagi eng zo'r onasiz. Katta bo'lsam, sizni hajga olib boraman. Qarsak chalamiz. Bu farzandimizning onasiga dil izhorlari. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji. Assalomu alaykum. Onam, sizni yaxshi ko'raman. Sizni Makka va Madinaga olib boraman. Qanday yaxshi ko'rsangiz, Allohim va sizga dadajonimga ikki dunyo saodatini bersin. Sizni yaxshi ko'raman, o'g'lingiz. Hajga olib boraman, onajon, dadajon, o'g'lingiz Ravshanbek. Otamning duoyida menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman. Oyijon, dunyodagi eng zo'r onasiz. Sizni juda yaxshi ko'raman. Sizni umra safariga yuborishni istayman. O'g'lingiz Quvonchbek. Qarsak chalamiz. Onajonim, siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Qanotsiz farishtamsiz, yagonam onam. Bu dunyoda bizni qanday yaxshi ko'rsangiz, Allohim ham sizni yaxshi ko'rsin. Dilfuza qizingiz. Qarsak chalamiz. Onajon, siz eng dunyodagi mehribonim onasiz, qanotsiz farishtam, yagonam onam. Bu dunyoda qanday yaxshi ko'rsam, Allohim sizni va dadajonimni yaxshi ko'raman. O'g'lingiz Arturbek. Qarsak
Qarsak chalamiz o'quvchilar. O'g'lingiz nomidamiz o'qib beraman. Onajon, siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Mana shu bitta gapning ichida o'g'lingiz Saydullani barcha mehr muhabbati joylangan. Qarsak. Onajonlar, barchangiz farzandlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Albatta kelajakda mana shu farzandlarni baxt va kamolini ko'rish har biringizga nasib qilsin. Kelajakda iqboli baland o'g'il qizlar bu voyaga yetishini tilab qolamiz. Hoji qilaman. Otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelga qo'llari kuchib, kaftada zamzam ichib, onam hoji qilaman. Otam hoji qilaman. Aziz o'quvchilar, onajonlarimizni joylaridan o'tkazdik. Endi yana 4-sinfni navbatdagi sahna ko'rinishini tomosha qilamizmi? Eshitmadim. Bo'lmasam hozirgi navbatdagi sahna ko'rinishimiz adashganlar sahna ko'rinishi 4-sinf o'quvchilari. Marhamat. Bolajonlarim, maktabda yaxshi o'qiyapsizlarmi? Ha, bujon, mening baholarim ancha yaxshi. Bugun men maktabda 5 baho oldim. Barakalla qizim. Sen-chi o'g'lim? Men bugun maktabda 5 ta 5 oldim bujon. Barakalla bolam. Agar maktabda 5 baho olaversangizlar, kelajakda katta inson bo'lib yetishasizlar. Assalomu alaykum oyijon. Men chet elga ishlagani ketmoqchiman. Nima uchun? U yerda ish zo'r ekan. Mening bitta dugonam borib, ishlab, mashinalar, uylar oldi. Men ham shunday bo'lishni xohlayman. Yo'q, bolalaringizga kim qaraydi? Men qarib qolgan bo'lsam, o'zim pul jo'natib turaman. 1 yildan so'ng qaytib kelaman. bolajonlarim, xafa bo'lmanglar. Oyingiz ham, dadangiz ham qaytib keladi. Sizlarni kelajagingiz uchun ketdi oyingiz, dadangiz. Xafa bo'lmanglar bolajonlarim. Bujon, sizga nima bo'ldi? Bujon, sizga nima bo'ldi? Bujon, sizga nima bo'ldi? Bujon. Ukajonim, ko'p kuyinma, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Oyim ham, dadam ham qaytib keladi. Bu ham tuzalib ketadimi? Ha, albatta tuzalib ketadi. Buvingizni saqlab qola olmadik. Bujon, 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 bujon. Oyim ham, dadam ham tashlab ketdi. Buvim esa olamdan ko'z yumdi. Endi bizga nima bo'ladi? Holimiz ne kechadi? Bolalikda baxtli onatda qolmanglar. Nima yuzsam ichimga tinch yutolmayman, hamon hasrat daftarini yopolmayman. Yoram senga har kuni ham on. Asadbek Shahrizoda. Xolajon. Ota onangiz kelguncha biznikida yashab turasizlar, yuringlar. Endigi navbat o'g'il bolalarimiz ishtirokida raqs, fleshmob. Brigada.
ustozlarga hazil she'rlar tayyorlab kelishgan, o'shani tinglaymiz. Marhamat. Aziz ustozlar, qadrli murabbiylar, sizlarni bugungi bayram bilan qutlash uchun sizlar uchun bitta she'r tayyorlab kelganman. To'xtang, 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 men ham bir she'r yozgandim-da. Ey Quvonchbek, o'zi vaqt kam. Hozir sen ham, men ham bittadan she'r aytsak, vaqt yetmay qolishi mumkin-da. Kel, mayli, bir ish qilamiz, bo'ladimi? Hozir sen ham, men ham bir qatordan she'r aytamiz. Mayli, kelishdik. Ilmga chanqoqman, Darsdan qochoqman. erta tongdan maktab tomon shoshaman. Bilmadim men nimaga darslardan qochaman. Sinfga kirib daftar kitobimni ochaman. Men esa zahrimni sinfdoshlarga sochaman. Buyuk inson beradi bizga dars. Shu buyuk inson meni qiladi qarz. O'qiyman, izlanaman, o'qiyman a'loga. Ko'chirsam, yozsam ham, ko'chirsam ham qolaman baloga. O'qidim, izlandim, o'qidim ko'pni. Maktab oynasini sindirdim tepib topni. Meni ustozlar hammasi yaxshi ko'radi. Qonun bor, bo'lmasa yomon uradi. Ustozlar bizga cheksiz hurmatim. Qarshingizda Quvonchbek qiladi ta'zim. Rahmat. Endigi navbatni o'quvchilarimiz ijrosida Andijon do'ppisi raqsiga bersak. Poyinda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Marg'ilon do'ppisi. Poyinda qolar Everest cho'qqisi, boshimda tursa Andijon do'ppisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Surxon do'ppi, Anjom do'ppi, Shosh do'ppi, boshga kiysam turar mag'rur bosh do'ppi. Surxon do'ppi, Anjom do'ppi, Shosh do'ppi, boshga kiysam turar mag'rur bosh do'ppi. Shoir Chusti Mahmud polvon boshidan arimagan dillarga dildosh do'ppi. Shoir Chusti Mahmud polvon boshidan arimagan dillarga dildosh do'ppi. Poyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Andijon do'ppisi. Poyinda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa o'zbegim do'ppisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'ppisi. Haq yo'lida kim sanga harf o'rgatmish ranjila, aylamak bo'lmas ado oning haqqin yuzganch ila deya yurakdan chiqayotgan tillar so'z navbatini 4-A sinf o'qituvchisi Tahir Voyoqchan ustozga beramiz. Marhamat. Yetilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi. Duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz
ustoz yaxshida yaxshida ustoz yaxshida ilmi jo'sh uradi qalbida yashaydi qadrini kaftida ustoz yaxshida olaylik mo'tabar duolarini ko'rsatib shogirdlik vafolarini bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni ustoz yaxshida onadek azizdir otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har qancha tursak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har qancha tursak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida onadek azizdir otadek aziz tanib bo'larmidi dunyoni usiz har qancha tursak ham xizmatida biz ustoz yaxshida ustoz yaxshida o'quvchilarimizni hurmatli o'quvchilar, aziz o'quvchilar va hurmatli ota-onalar, biz o'zimizga qabul qilib olamiz. 5-sinfda o'qitishimiz kerak. Yakishjon ustozdan o'zishimizga to'g'ri keladi. Ustoz, o'quvchilaringizni lentalarini kirkamiz endi 4 yil davomida o'qitdingiz, tarbiyaladingiz. Bağlanıbdı, zo'rg'a kirib chiqdim. O'quvchilaringizga tilaklaringizni bildirsangiz, ustoz 4 yil davomida yana o'qitdingiz, o'quvchilarni tarbiya berdingiz, bilim berdingiz. Kelajakda bularga bildiradigan ezgu tilaklaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, meni Shirindan Shakar. Tushunamiz, kuchli hayajondasiz ustoz. Bolajonlarim, sizlarni shunday 4 yil o'qitdim, sizlardan yomonlik ko'rmadim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Shirindan Shakar bolajonlarim, osmonda parvoz qiling, hech qachon pastga sho'ng'imang. Sizlarni parvozingiz baland bo'lsin. Oldingizdagi mana tayyorlanib turgan o'quvchilarimiz va matematikada, ingliz tilidan shu o'quvchilarimga prezident maktablarına girib o'qishlarini omad tilayman. Hamisha sizlarni yaxshi ko'raman. Hurmatli ota-onalar, sizlar ham shunday farzandni voyaga yetkazib, yetishtirib berganingiz uchun
Hurmatli ota-onalar, hammangizga rahmat. Yana bir aytadigan gapim, kechagina sahnalashtirgan ota-onalarimiz bor, yordam fidoyi ota-onalarim bor. Shuning nomlarini aytib o'taman. Hamda o'quvchilarimizning ko'ylaklarini tikib bergan ota-onalarimiz bor. Minnatdorman shulardan. Biz Lobarning onasi Muqaddas chiqing bu yoqqa. Mahirnunning onasi Nafisa chiqing. Sulaymonning opasi Layla chiqing. Jo'shqinbekning onasi Shakarjon keling. Munisani xolasam qatnashdi, qarashdi. Gulsana onasi Nasiba buvisi yo'laklarini tikib berdi. Bizani shu tadbirimizga yaqindan yordam bergan shu ota-onalarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Buningdek ota-onalar soni ko'payaversin. Ko'p ota-onalar qiziqmadim, bular men bilan deng harakat etib oqshom uyga 10da boribmiz. 10da 9:30 shu yerda sahnani bezab, chiroyli qilib shu tadbirni shunday etib o'tkazish uchun ko'p minnatlarimiz, ota-onalar minnatlari. Rahmat sizlar ota-onalar, hammangizga. Xudoyim bolalaringizni rohatini ko'ring. Shu qizlarimni o'qishga kirgandan ham birgalikda hammamiz birga nishonlab o'tirmoq nasib etgay. Jahongir ana Monakdan kelibdi shu bolamiz. Rahmat sizga shu tadbirimizni shunday olib borib, nalaringiz bilan tadbirni shu chiroyli qilib o'tirishingizga sizni yordamingiz katta. Rahmat sizga Jahongir. Bundan ko'p maktablarda xizmat etmek nasib etsin. Rahmat sizlarga ota-onalar, sog' bo'lgaysizlar. Ustoz, shu o'rinda men ham bir fikr bildirib o'tsak edim. Haqiqatan 4-sinfni ota-onalardan drujniy ota-onalarni sinfni ko'rmagan edim. Men ham tan berdim. Katta rahmat ota-onalar, barchangiz sog' salomat yuringlar. Shu tadbirni tashkillashtirishda chetda qaramay ustoz bilan deng yonib kuyib harakat etganlaringiz uchun maktabimiz nomidan ham kattakon rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Ko'paysin shunday ota-onalarimiz. Ustozimizni ota-onalarimizga bildiradigan tashakkurnomalari bor ekan ota-onalar. Qani o'quvchilar, joylarimizga durib olamiz. O'quvchilar, joylarimizga durib olamiz. Ustozimizni ota-onalarimizga tashakkurnomasi bor ekan. Hurmatli ota-onalar, yetmay turasiz. Hali tadbirimiz tugagani yo'q. O'quvchilarimizdan hali kuy-qo'shiqlar tomosha qilasizlar. Demak, tashakkurnoma. Hurmatli Shakarjon, farzandingiz Jo'shqinbekning namunali xulqi, mas'uliyati, tashabbuskorligi, maktab ijtimoiy hayotidagi faolligi bilan tengdoshlari orasida ajralib turadi. Bunday yutuqlar zamirida sizning ham ulkan hissangiz bor. Maktab jamoasi sizga shunday farzandni kamolga yetkazganligingiz uchun tashakkur bildiradi. Farzand tarbiyasida sizga kuch-quvvat va sog'lik tilaymiz. Maktab direktori Otaboyev. Hurmatli Nasiba xolasi Gulsana, farzandingiz Munisaxonning namunali xulqi, mas'uliyati, tashabbuskorligi, maktab ijtimoiy hayotidagi faolligi tengdoshlari orasida ajralib turadi. Bu bilan farzand tarbiyasida sizga kuch-quvvat va sog'lik tilaymiz. Maktab direktori Otaboyev. Nasiba opamiz. Gulsana xolasi o'quvchimiz. Hurmatli Nafisa, farzandingiz Mohinurning namunali xulqi, mas'uliyatli tashabbuskorligi, maktab ijtimoiy hayotidagi faolligi bilan tengdoshlari orasida ajralib turadi. Bunday yutuqlar zamirida sizning ham ulkan hissangiz bor. Maktab jamoasi sizga shunday farzandni kamolga yetkazganingiz uchun tashakkur bildiradi. Muqaddas, hurmatli Muqaddas opamiz, siz Lobarxonning namunali xulqi uchun sizga o'z tashakkurnomamizni bildiramiz. Hurmatli Layla opa, farzandingiz Sulaymonning namunali xulqi uchun sizga maktabimiz tomonidan tashakkurnoma bildiramiz.
Demak, aziz o'quvchilar, hurmatli ustozlar, keyingi navbatni o'quvchilarimiz ijrosida Xayr ustoz qo'shig'i. Marhaba. Ko'zimizda yurakcha sochlarimiz turmakda, gullar qo'limizda, asal qushchalarimizda. Ko'zimizda yurakcha sochlarimiz turmakda, gullar qo'limizda, asal qushchalarimizda. Ko'zimizda yurakcha sochlarimiz turmakda, gullar qo'limizda, asal qushchalarimizda. Sochimni o'rayman, rangli bezak ulayman, shu qizaloq bo'lib ayrim biga o'ynayman. Quyosh yaraqlaydi, qushchalar ham saraydi, har kunimiz rangli konfetlarga o'xshaydi. Qizarang, sariq rang, juda juda rang-barang, konfetchalar asali, hayotimiz mazali. Qizarang, sariq rang, juda juda rang-barang, konfetchalar asali, hayotimiz mazali. Ko'zimizda yurakcha sochlarimiz turmakda, gullar qo'limizda, asal qushchalarimizda. 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 Tong yotadi asta, yig'ilamiz birpasda, sketslarda uchamiz, rasmlarga tushamiz. Instagramga qarang, layklarni ayamang, bizni ko'rib quvnang, birgalikda o'ynang. Qizarang yo sariq rang, juda juda rang-barang, konfetchalar asali, hayotimiz mazali. Qizarang yo sariq rang, juda juda rang-barang, konfetchalar asali, hayotimiz mazali. Bizda yurakcha sochlarimiz turmakda, gullar qo'limizda, asal qushchalarimizda. Ko'zimizda yurakcha sochlarimiz turmakda, gullar qo'limizda, asal qushchalarimizda. Ko'zimizda yurakcha sochlarimiz turmakda, gullar qo'limizda, asal qushchalarimizda. Ko'zimizda yurakcha sochlarimiz turmakda, gullar qo'limizda, asal qushchalarimizda. Rahmat, barakalla o'quvchilar. Endigi navbat o'quvchilarimiz ijrosida lazgi. Bugungi tadbirimiz haqida maktabimiz o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Ahmedov Hamro ustozga beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar va ustozlar. Mana bugun 4-sinfni bitkazgan 4-A sinf adashmasam, bu tadbirni qatnashsa bir inson ma'naviy hordiq chiqaradi ekanda. Mana kecha ham Gulbahor ustoz o'tkazdi. Bu tadbirni ijro qilganlar, tadbirni tashkillashtirilgan sahna ortilarga hammaga rahmat aytaman. Yana oqshom Gulbahor ustoz, Kamolot ustozlar birgalikda o'tdi. Bugun Yaqubjon ustoz, Matluba ustoz, Mehribon ustoz, sizlar hammangizga rahmat. Ayniqsa Yaqubjon ustoz, sizga rahmat aytamiz. Yana o'quvchilarni 1-sinfdan 4-sinfdan tarbiyalab mana shu yerga yetkazdingiz, kamol yetkazdingiz. Qolaversa mana shu o'quvchilarni yana 4-sinfni bitkazganlik uchun bir chiroyli tadbir o'tkazib turibdi. Bu tadbirning 9-sinfni bitkazganda, xudo xolasa 11-sinfni bitkazganda ham bundan daha chiroyli tadbirlar o'tkazadigan niyatdaman. Sizlarga kelgusi o'qishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Mahkam turaverasizlar endi bu yonina. Xudo xolasa 5-sinfdan jonli o'qib boshlaysilar. O'qishlaringiz hozirgi boshlang'ich sinfga qaraganda katta mas'uliyat talab qiladi. Rahmat hammangizga. Rahmat ustoz, ezgu tilaklaringiz uchun.
Endi bugungi tadbirimizda ota-onalarimiz so'z berishimiz kerak. So'z navbatini ota-onalarimizga bersak. Ustoz, siz tabriklayman. Bizning shu farzandlarimizni o'qitib, tarbiyalab berganingiz uchun ming rahmat. Yaxshijon ustoz, rahmat. Sizga arzimas patarkanman. Rahmat. Bugun yana yakchamkam bizning farzandlarimizni 4 yil o'qitib, shu oliy o'qitdilar. Rahmat aytaman. Hamma ustozlar sizlarga rahmat. Minnatdormiz. Ilohim o'qitgan bilimlarini oqlab, hammasi o'qishlarga girgay, yakchamkam yuzi yorug' bo'lg'ay. Hammamizni yakchamga sizga kattadan katta rahmat aytamiz. Hammamiz sizlarni yaxshi ko'ramiz ustozlar, hammangizni. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat o'qitganingiz uchun. Rahmat. O'quvchilarimiz tayyormisiz? Ustoz sizga so'z navbatini beraylik. Rahmat, hurmatli ota-onalar. Shundan shirindan shakar farzandlarni yetishtirib, voyaga yetkazganingiz uchun minnatdorman. Xudoim shu meni shirindan shakar farzandlaringizni mana shu boshlang'ichdagi polaponlarim osmonga uchib, pastga sho'ng'imasdan ular o'qishlarini davom ettirib, shundan bir ziyrak, aktiv, mehribon o'quvchilarim bor. Men shulardan minnatdorman. Doim o'qishlarga girgan, oliy o'quv yurtlarına girib yurganda birgalikda hamma ustozlar bilan birgalikda inshaalloh o'tirgaymiz. Aqlli, dono farzand bo'lsin, hammamizni yuzimizni yorug' etgay. Rahmat sizlar ota-onalar, men sog' bo'linglar. Endi yana bir aytadigan gapim esdan chiqib ketibdi. Aziz ustozlar, menga tadbirimda yordam bergan ustozlarimiz bor. Yana mehribon ustoz, kasbdoshim ham sinfdoshim bo'ladi. Matluba siz ham rahmat. Siz zo'rg'a hayajonlanib turibman doğrusu. O'zim zo'rg'a tutib turibman-da. Rahmat Muyassar, Rahila, Yulduz, Gulbahor. Hammangizga shu boshlanish o'qituvchilar hammasi menga yordam berdi. Doim men ham sizlarning tadbirlaringizda bir yoningizda turg'ayman, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Sizlarga ham rahmat shu yordam etganlaringiz uchun. Sizlarning yordamlaringiz bilan shuningdek tadbir bo'lib chiqdi. Rahmat, mehribon, Matluba. Sog' bo'lgaysizlar. Rahmat ustoz, salomat bo'ling. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Endi hozir 4-sinf o'quvchilari ijrosida lazgi Qaysi falak burchining mera Qur'on varsan, qaysi sada burchining mevher şehvarsan, qaysi hütün ağusin napayı tatarsan, qaysi çemen zarın yanana yigınlarsan. Söyle bana iyi senem, kim ne sever yarsan. Ala yüz, hey kara yüz, ala yüz, hey kara yüz, boy boy. Ahmetin ya bende dur, bağıra servir ama. Şehir bağırıp
aziz ustozlar, shuning bilan bugungi tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xayr, salomat bo'ling.